kelin. Sizga kundosh ham kelibdimi? Shu Robertchalik ham bo'la olmadingizmi? Yorunga kelin boshqa ibor. Mani jonim charchamadilarmi? Omon aka. Nima? Yesday matoxizi. Tanish, bu seni kundoshing bo'ladi. Mendan ustun bo'ldimi mana shu zanglarga temiriz? Xafa bo'ladi ham deb o'ylamaysan-a? Конечно, sendan ustun bo'ladi. Kattasiz, nima qilyapsiz, kim bilansiz demagandan keyin, telefonimni titramagandan keyin, gap qaytarmagandan keyin, конечно, sendan ustunda. Ha, jonim meni. Assalom o'zimmi? Lim bacharasiz. Choydan oling. Uy, yo'qmi? Voh, choyni ham tovida damlasizda kelin. Turdinglarmi уже? Bu yoq kishim sendan oldin turganlar. Kechirasiz. Hali uxlaganlari yo'q. Bechorashgan meni. Sevar edim men. Uxlamas ekanmi? Yutqizvas kelin, yutqizvas. Robotoy. Burunga qarab oring. Menga qaramonjalaqa. Erimni tinch qo'y. Yo'qoligimdan. Ket. Arazlab onasinikiga ketib qolmas ekanmi? Yutqizvas, darshi yutqizvas kelin. Madi, Ha, shampunim qani? bilmayman, tugagan. Rahmat, o'zimni temir xotinim. Mana ko'ryapsanmi? Даже ma'mi biladi qanaqa shampun ishlatishimni. Icho, qanaqa shampun ekan? Servey, Timson mahsuloti. Har doim shundan foydalanaman-ku. Nima qilib beradi buningiz? O jinni, bu luboy turdagi sochga tushib ketaveradi. Tushunasizmi? Birinchidan soch ildizini mustahkamlaydi, ikkinchidan silliq va yumshoq qiladi, uchinchidan hidi uzoq turadi, keyin yog'lanishni kamaytiradi bu. Qara, sen bilmaysan. Meni jonim biladi meni. Erga qanaqa e'tibor berish kerakligini bilar ekan. Tamom bo'ldingiz, kelin, tamom bo'ldingiz. Meni kumushim charchab qolmadilarmi? Zaynabga e'tibor berma. Rashq o'tida yonyapti. To'kurar ekanmi? Oxirigacha yasalmagan ekanmi? Kelin, ketdingiz. Bingo, bingo.